أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik savaqdaşlar, o'quvchilar, yuqorida biz darsimizda 6 iman. Birinci Allah Subhanahu ve Teala'ga işiniş, peygamberlerge işiniş, kitaplarga işiniş, farishtalarga işiniş ve ahiret günüsiga işiniş, qazo va qadarning yaxshi yomoniga işiniş haqida to'xtalganmiz. Ve o haqda tafsili, atrofliq dalillari bilan to'xtalganmiz. Bunu bu haqda o'rganishni, bilishni, tushunishni izlaydigan va shuni xohlaydiganlar bo'lsa, darsimizning ilgirki sahifalariga murojaat qilishni umid qilaman. Bugun ana shu Allohning kitobiga uyg'un ravishda aytilgan iymonning talab va taqozzolari haqida to'xtalmoqchi. Birinchi bu iymonning talab taqozzolari Allah Subhanahu va Taala tarafidan kelgan har bir narsani shak shubhisiz holatda ishonish. Bu iymonning talab taqozzosi. Mayli Qur'oni Karim orqali kelsin, mayli Hazreti Resulullah'ning hadislari orqali kelsin, Allah tarafından kelganligi aniq bo'lgan, Allah tarafından kelganligi ochiq bo'lgan har bir narsaning haq va to'g'riligiga shak shubhasiz ishonish bu iymonning talab va taqozzolari. Mu'min Allah Subhanahu va Taala o'zining kitobida xabar bergan yoki o'zining payg'ambarining tili orqali xabar bergan har bir narsaga shak yoki va gumon aralashmagan holatida jazman keskin nima qiladi? Ishonadi. Allah o'zining kitobida xabar bergan narsaga, Rasul sallallohu alayhi vasallamning tili orqali xabar bergan narsaga mu'min shak aralashmagan va gumon aralashmagan holatda keskin ishonadi. Mana bu iymonning talablari va iymonning taqozzolari. Va mu'min Allah Subhanahu va Taala uning bilan xabar bergan yoki xabar bergan narsaga qarshi kelgan yoki qarshi keladigan har qanday narsani uni batil deb ishonadi. Uning egalari, u batilning egalari, u Qur'onga Allah xabar bergan narsaga muxolif bo'lgan, xilof bo'lgan narsaning egalari uni qanchalik pardozlasin yo uni qanchalik zinnatlasin, uni mu'min uni batil deb ishonadi. Demak, Alloh taolo xabar bergan, kitobida xabar bergan yoki Rasulullohning hadis orqali xabar bergan narsaga xilof bo'lgan, qarshi bo'lgan, zid bo'lgan narsani yoki zid bo'ladigan narsani uning egalari qanchalik pardozlab kelsin, uni qanchalik ko'kisassin ya uni qanchalik dalil sifatida o'tirib qo'ysin, uning xilofli bo'ladi ekan, muxolifli bo'ladi ekan, mu'min u batil o deb buning ishonadi. Bu mu'minning ashunda qilishi, chunki u mu'min islom dinining hammani to'liq biladigan, hammani tushunadigan, har bir narsani to'liq ilm bilan qo'rshigan alim, hakim Allah Subhanahu va Taala tarafidan kelganligiga nima qiladi? Ishonadi. Dinning hammani biladigan, hammadan xabari bor, har bir narsani inchika va tafsili tushungan Allah Taala tarafidan kelganligiga ishonganligi uchun Allah Taolaning deginiga xilof bo'lgan, Allah Taolaning xabar berganiga xilof bo'lgan,
Allah subhanahu va taoloning bizga yetkazganiga muxolif bo'lgan yoki muxolif bo'ladigan har qanday narsa u batil. Uning egalari kim bo'lsin, uni digichilar kim bo'lsin, yo uni digichilar uni qandoq zinnatlisin, qandoq pardazlisin, qandoq go'zal tonlarni kiygizsin, uningga har xil haq, to'g'ri degan nomlarni uning ustiga chaplasin, u mu'minning nazarida batil. Allah subhanahu wa ta'ala "Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin." Seni texnichilik islom bu dinga inkor qilg'izgan, dinni yolg'on chiqarg'izgan narsa nima? Allah hukm qilg'uvchilarning hukm qilg'aqroqi emasmi? Ya'ni Allah hammadan bak yaxshi hokim emasmi? deb Allah subhanahu va taolo mu'minlarni Allohning eng yaxshi hokim ekanligini e'tirof qilish, Allohning eng yaxshi hokim ekanligini iqror qilish va eng yaxshi hokim ekanligini tasdiq qilish bilan Alloh taolo bu yerda xabar beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo haq deb hukm qilgan, haq deb xabar qilgan, haq deb bizga yetkazgan, tushagan har qanday so'ziga, xabariga muxolif qiladigan yoki kelgan o narsa nim bo'lsin, kim tarafından bo'lsin, uning o'zi batil o. Mana bu iymonning talab va taqozzolari. Ikkinchi, bu iymonning talab taqozzolari Alloh azza va jallaga bo'ysunish va uning payg'ambariga bo'ysunish. Bu iymonning talab taqozzolari. وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ آمَنَ Şundaq bo'lishi Allah Taolaga ishongan, payg'ambarga ishongan, Allohning va'dasining haqligiga jazm qilgan, Allah subhanahu va taolo o'ziga itoat qilgan, bo'ysunganligiga, payg'ambariga bo'ysunganlikqa, buyruqlariga bo'ysunganligiga, payg'ambarining buyruqlariga bo'ysunganligiga ajr savobni nima qilgan? Tartiblagan. Ashuningga ajr savob bitmi deb tartiblagan, lekiga ishongan kishining iymoni nima qiladi desa, u kishini Alloh subhanahu va taolaning buyruqlariga va payg'ambarining buyruqlariga bo'ysunishni talab qiladi uning iymoni. Chunki Alloh subhanahu va taolaga ishondi, payg'ambarga ishondi, Allohning va'dasini haq va jazm deb tunidi. Allah yaxshi ish qilganlarga savob, yomon ish qilganlarga jazoni qilgan amaliga tartibladi, qilgan amaliga bog'ladi va shu yaxshi ish qilgan bo'lsa yaxshi mukofot, yomon ish qilgan bo'lsa yomon jazoni Alloh taolo uning qilgan amalining natijasiga qarab beradiganligiga ishongan mu'min qanday qiladi desa, mana bu iymon, mana bu e'tiqod u mu'minni Alloh taolaning buyruqlari va rasulining buyruqlariga bo'ysunishni talab qiladi. Mu'min o'zi qilgan har bir amalda amalining Allohning kitobi, rasulining sunnatiga muvofiq bo'lishni ko'zlaydi. Chunki Allohning kitobi, rasulining sunnatiga muvofiq bo'lmagan, uyg'un bo'lmagan, oshining o'lchamiga kelmagan amalning ajri, mukofot berilmaydiganligiga, shu amalininki Allohning kitobi, rasulining sunnatiga uyg'un va muvofiq bo'lmasa, u Alloh tomonidan qabul qilinmaydiganligini bilganligi uchun har bir qilgan amalini Allohning kitobi, rasulining sunnatiga muvofiq, uyg'un, mos bir shaklda bo'lishlikni mu'min izlaydi va shuni talab qiladi. Alloh taolo va man yuti'alloha var rasul fa ulaika ma'allazina an'ama Allohu alayhim. Qanday bir kishi Allohga bo'ysunsa va payg'ambarga bo'ysunsa, shu Allohga bo'ysungan, payg'ambarga bo'ysungan kishi kimlar bilan biladi? Allah ularga in'am qilgan payg'ambarlar, solihlar, shahidlar va siddiqlar bilan biladi deb Alloh taolo bayon qildi. Ya'ni uning sepi shuni bilan, uning yo'li shuni bilan, uningki jamoati, uning bog'lantisi shuni bilan. U Allohga itoat qilgan, payg'ambarga itoat qilgan kishi, ular solih bilan birga bo'lgan kishi.
O peygamber bilen birli bo'lgan kishi, shahid va siddiqlar bilen birli bo'lgan kishi. Ve hasuna ulaik rafiqa. Ana aşular en güzel hemralar deb Allah Teala bizga bayon qilib berdi. İnalloh Teala men yuti'ur rasula faqat ata Allah. Kim peygamberge bo'ysunsa faqat ata Allah. O kishi Allohga bo'ysungan bo'ldi. Jazman Allohga bo'ysungan bo'ldi. Peygamberge bo'ysunish va peygamberge itoat qilish Allohga bo'ysunishni talab qiladi birodarlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'ziga bo'ysunishning yo'lini va o'ziga bo'ysunishning shaklini, o'lchimini kimga o'rgatdi? Rasulullohga o'rgatdi. Rasulullohga tushundirdi, Rasulullohga bildirdi va uni bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali bildirdi. Shuning uchun Allohga bo'ysunishni, payg'ambar Allohga bo'ysunishni va Alloh subhanahu va taoloni rozi qilishni payg'ambarga bo'ysunish va payg'ambarning yo'li bilan ado qilg'ili bo'ladi. Va men tavalla, kim yuz o'rsa sizga bo'ysunishdan, sizga itoat qilishdan yuz o'rsa, biz sizni ularga soqchi qilib avatmadik. Onun amellarini yazıp turduğanga, hatırlap turduğanga, her bir işlerini kaldırmay onu hatırlap turduğanga, biz ege Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, siz onun ilgisi emez, onun cezasını biz birimiz, onun hesabını biz alımız deyip Allah bayan kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'u menin ümmetimnin hemmisi cennetke kirdi. Fakat ulumı Allah. Cennetke kirişke ulumı Allah. Cennetke kirişte halimı Allah. Sahabalar dilinde ve men yaba kim unumaydı? Kimnin cennetke kirgisi yok? Kim cennetini arzu kılmaydı? Kandak kişi cennetini halimaz deyilipti. Peygamber aleyhisselam men ata'ani dakhalal cennet. Bana boysungan, bana itaat kılgan kişi cennetke kirdi. Bana asilik kılgan kişi cennetke kirişke unumu dedi de. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetinin yolu, cennetinin açqıcı, cennetke yetkizadigan yolunu ve ölçemini ko'rsatuvchi zat. Biz cennetinin yolunu, cennetinin açqıcını ve cennetke layık bulungan amelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arqılık bilimiz ve o arqılık düşünümüz. Şunun için Allah'a boysunuş ve Peygamber aleyhisselam'a boysunuş bu imanın talepleri ve imanın takazzaları. Üçüncü, faraizlerini ada qilish. Allah fariz qilgan, Allah Teala bizning üstümüzge buruch qilib atqan bu burchlarni faraizlerini ada qilish. Fal qalbu iza ammara bil iman, qalb iman bilan to'shqan vaqtda, iman bilan yashagan vaqtda, iman bilan gullangan chaqda, bu iman bilan gullangan to'shqan qalb ustuxonlining yaxshi amallar bilan etilib chiqishini talab qiladi. İman, qalb iman bilan gullansa, iman bilan to'shsa, iman bilan o qalb yashnasa, unda qalbning nimasi sahibi va o qalbni ko'tarayotgan ustuxon amali solih bilan etilib chiqadi. Ve faraizlarni ado qilishga tirishish bilan bunda ustuxon etilib chiqadi. Ammo faraizlarni ado qilmay, o'zini mo'minman deb da'vo qilgan kishi shak shubhasiz uni shayton oldigan yolg'onchi o kishi va uning yomon amalini shayton o'z ko'rsatgan kishi o. İslamning o'lchamiga kamidi, talablariga kamidi ve İslam'da ko'rsatilgan amallarni qilmadi. Musulmonlik sifatini o'zida hozirlamadi, ammo o'zini men musulmon, men mu'min, men amina Alloh taolo yaxshi ko'radi deb da'vo qilgan bo'lsa, bu odamni shayton oldigan, shaytonning ilmi kirishga tushib ketgan, shaytonning uning qilgan yomon ishlarini o'z ko'rsatgan bir dami uchib ketgan odam u. Navoda o adamning qalbi iman bilan o'xshalsa, tuzalsa, iman bilan yaxshilansa, o adamning jasadining hammasi faroizlarni ado qilish bilan o'xshaladi. Qalbning o'xshalganligi,
qalbning yaxshilanganligi, qalbning tuzalganligi uning amalida ifodalanadi, harakatida ifodalanadi, hayotida ifodalanadi, sifatida ifodalanadi. Yaxshi amallarni qilish qoldiraydi, yaxshi amallarni kam qo'ymay qiladi va yaxshi amallarni vaqtida qiladi, yaxshi amallar bilan u etilib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna fil jasadi mudgha. Haqiqatan tanda, insonning vujudida, jismida mudgha bir chaynam go'sht bor. Qachon u go'sht tuzalsa, o'ng'ishalsa, yaxshilansa, u go'sht salohiyatlik, ya'ni yaxshi bir go'shtga aylansa, jasadning hammasi nima qiladi? O'ng'ishiladi dedi. Demak, jasadning o'ng'ishilishi, tanning o'ng'ishilishi, saqoyishi, yaxshi bo'lishi u go'shtga bog'liq. Qachon u go'sht buzilsa, jasadning hammasi buziladi, tanning hammasi buziladi. Ala bilib qo'yinglar. Diqqat qilinglar. Bu go'sht qaysi go'sht? Qalb bor. Bu bir chaynam go'sht yurak dedi. Qalb dedi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zi bilan insonning amalining, harakatining, hayotining bir vosita qalbga tutash ekanligini, qalb bilan munosabatli ekanligini, qalbning yaxshiligi amal bilan oshkora bo'lsa, amal qalbning yaxshiligiga dalolat qiladiganligini mana bizga bayon qilib berdi. Bir odam qalbim yaxshi, niyatim yaxshi, mening qalbimda unda hech qanday bir masala yo'q debdi. Ammo amali, harakati, hayoti agar u o'lchamga tushmasa, uning qalbi o kasal o bilmagan holatda, uning qalbi buzuq o bilmagan holatda, uning niyati yomon o bilmagan holatida. Demak, mana bu hadis qalb bilan harakatning, qalb bilan amalning, qalb bilan sifatning, qalb bilan ish faoliyatning bir-biriga bog'langanligini, bir-biriga chetlanganligini, birisi yana birisining qandoqligini ko'rsatib qo'yganligini bizga isbotlab berdi. 4. Vaciblarni ado qilish va cheklangan muharramatlardan yenish. Bu iymonning talab taqozosi. İnsanning iymoni bütün, insanning iymoni bütün bo'lmaydi deydi. İnsanning iymoni kamil bo'lmaydi, to'liq bo'lmaydi. İnsanning iymoni mukammal bo'lmaydi. Faqat o inson Allah subhanahu va taolo uning ustiga vojib qilgan vajibatlarni ado qilish va o inson Allah onunğa haram qilgan narsadan yenish bilan bu iymoni kamil, iymoni mukammal, iymoni to'liq bo'ladi. Muvofiq bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan narsaga, ya'ni sunnatga muvofiq shaklda Allah iningga vojib qilgan narsani ado qilsa va Allah onundan haram qilganda, onunğa haram qilgan narsa yansa, buning iymoni mukammal bo'ladi va butun bo'ladi. Demak, iymonning kamil bo'ladiganligi va iymonning ojiz bo'ladiganligi shu insonning amali va harakatiga bog'liq. Uning amal va harakati iymonning o'lchamiga, talabiga, taqozzosiga uyg'un bo'lsa, uning iymonining mukammallashganligi, butunlashganligi, kuchayganligi, komillashganligini ko'rsatsa, ammo uning amali, harakati, sifati, hayoti agar o iymonning o'lcham, talab, taqozzolariga uyg'un bo'lmasa, uning qalbidagi iymonning ojiz, kam, yetarsiz, o'lchamsiz ekanligini ko'rsatib turadi bu. Mana Allah subhanahu va taolo va ma ataakumur rasulu fakhuzu, sizlarga payg'ambar akagan narsani ching tutinglar, fakhuzu, ching tutinglar va sizlarni iningdan to'sqan, sizlarni o payg'ambar iningdan to'sqan narsadan yeninglar dedi. Payg'ambar akagan narsani ching tutinglar, ching elinglar, to'sqan narsani yeninglar, vattaqulloh, Allohni qo'rqinglar.
Bu payg'ambar akagan narsani ching tutish va to'sqan narsadan yenish, kechish bu taqvolik. Siz Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Alloh taolaning jazosi, azobi qattiqdir deb xabar berdi. Demak, Alloh taolo payg'ambariga bergan narsani ching tutishni va u to'sqan narsadan yenishning o'zini taqvolik deb buyurdi. Va taqvolik deb ko'rsatdi. Taqvolik deb bizga bayon qilib ta'kidladiki, vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar deb yana ta'kidladi. Va innalloha shadidul iqob. Payg'ambar akagan narsani tutmaslik, payg'ambar akagan narsani e'tirof qilmaslik, yo payg'ambar akagan narsani tashlashlik va to'sqan narsani yanmaslik bu azob qattiq deb Alloh taolo buning bilan jazoladi. Fahuzu axaza degan qo'l bilan tutgan yissi narsani tutqanlikni deydi Alloh subhanahu va taolo. Xuddi sizlar qo'lingizga bir narsani ko'tarsanglar, u qo'lingizga ko'targan narsani qo'lingizdan tushib ketishdan qanday ehtiyot qilgan, qanday diqqat qilgan bo'lsanglar, ana shu narsani ehtiyot qilib qo'lingizdan tushib ketishdan ehtiyot qilganlarga o'xshash Alloh taoloning payg'ambar akagan narsani shundoq ehtiyot bilan tutinglar, shundoq ehtiyot bilan saqlanglar deb bizga buyurdi. Beshinchisi, tavba istig'for bu iymonning talab taqozzolari. Haqiqatan mu'min uni shayton haq yo'ldan, haq amaldan terildurib qolsa, o ishlagan ve ba'zi vakasab o qilgan xatolik sababli uni terildurib Alloh taolo uningga harom qilgan ishlardan bir ishga cho'g'izib salsa, o mu'min tövbe qildiraydi. Bu inson bo'lganligi uchun shaytonning keyniga kirib qilishi, shaytonning vasvasalariga aldanib qilishi mumkin. Ana shunda bir vaqtda shaytonning keyniga kirib, shaytonning vasvasiga aldanib, Alloh harom qilgan ishdan birasiga tushib qolsa, o mu'min qanday qiladi? Tövbe qildiraydi. Shu tövbega aldirganligi Alloh taolaning haqqini ado qilmaganligiga pushmon qilish bilan bo'ladi. Men bu yerda xatolashdim, mushu ishni qilmayotgan ishda qilsaldim. Oy Rabbimning oldida qanday yuz qilaman? Rabbimga nima deyman? Rabbimning oldida mushu ishning hisobini qanday beraman deb Alloh taolaning haqqini ado qilinmaganligiga pushmon qilish bilan bu tövbe qildiraydi. Ve kılgan hatalıkını çın turvamaydı, çaycılık kılmaydı, o kılgan hatalıkını yeni devam etmeydi. Allah Teala'nın keçirim kılışını talep kılıdı o mümin. Ve Allah Teala mümin beddilerini sübbetlep وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ زَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. O müminler bir günah kıtsasa, çoğun günahdan bir kıtsagan bolsa, ya ki özünüz zulüm kılıp küçük günahlardan birini kılgan bolsa, ona Allah Teala destekli olan. O mümin devamlılık huşa o, zirek o, her bir hareketi ve amelide dikkat bilen bana o. Ama şunda dikkat kılıp durup, şunda huşarlık bilen yaşap durup, her bir kılgan amelinin hata doğrulukunu bilip, kılıp durup, ama bir şehvet sebeplik, ya şeytanın ki vesvesesi sebeplik, bir hata işini kıtsasa, ya özüge zulüm kıtsasa, yani günah masiyet sebeplik, o Allah desteği o. Pestağfaru li zulubihim, o günahının keçirim buluşunu talep kılır. Ey Allah, bu işte hatalaşıptı benden. O her gün günahlıkını tunuyanmay, hatalıkını bilenmey kitip kalmaydı o. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. Kim keçirim kılıdı günahını? Günahını keçirim kılıdıgan, günahını affi kılıdıgan, hatalıkının cezasını ötüdügan bir kişi yok. Fakat Allah'la bağlıydı. Demek, ola günahını kimden? Allah'tan tileydi. Günahının keçirim buluşunu Allah'tan tileydi. Hatalıkını Allah subhanahu ve teala'dan tileydi. Ey Allah'ıma hatalıkını ben kıldım da.
Ama o insanga ya bilek bir narsa ilinmaydı, onunla esilmaydı, onundan telemaydı, onundan ümit kılmaydı. Allah'tan başka birer narsının kaşığı verip özün hatalıklarını sormaydı, efesini sormaydı. Miger bir müminin hakkı olup kalgan olsa, o müminin könlünü ağıttı, dilini rencitti, ya onun gaziyet büyüp kaldı, ya bir ma'lum mümin kendisine hakkı olup kalsa, yani o müminin mürazılıçtı. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا O müminler kıgan işiği devamlaşmaydı. O halalik olabilirdi. Bilip durup devamlaşmaydı. Bilip durup, durup kıgan işini yeni kayıt kılmaydı. Hep Allah Teala buna bizge bayan verdi. Yani Allah kul ya ibadiyellezine amanu. Demi Muhammed aleyhisselam. Ey özünün canlarına zulüm kılgan, israf kılgan bendelerim. Allah'ın rahmetinin ümitsizlenmeğine. Allah'ın rahmetinin ümit üzmemesine. Allah subhanahu ve ta'ala'nın mümin devamlık katılıkını, Allah'ın kudretini, Allah'ın azabının dehşetlikini oyla, benim günahımı keçirim kılamı, ma hatalıkını epi kılamı da umumin özünü günahkar tuyguda nihayet kokuncusten ümit üzüp sağlık koysa Allah Teala müminlerge mehriban boğanlık için rahmet süpütü bile Allah'a taqnatu ümit üzmağlar. Hakikaten Allah bütün günahını keçirim kıtı. Hakikaten o Allah günahını keçirim kılgıcı mehriban rahimdil zattır. Demek Allah muşa ayet bilen müminin gaflatda qalmaydiganlığı, bexutlukda qalmaydiganlığı, xatalışıp qalsa hem o xatalıqdan tez qaytadiganlığı, özünü oңşup aladiganlığı, özünün asli halatiga kelip aladiganlığı, müminlik süpütünü bulgap durup, imanını bulgap durup, Rabbinin yolunu bulgap durup davamlıq ketip qalmaydiganlığını Allah bizge bu yerde haber verdi. Altıncısı, yaxşılıqqa buyuruş, yamanlıqdan tosuş, bu imanның talab taqazzaları. Yani yaxşılıqqa buyuruş, yamanlıqdan tosuş, imanның talebi ve müminning süpütü o. Allah Teala deydi, vel mu'minuna vel mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mümin ayallar öz ara bir-birisinin dostu ola. Yaxşılıqqa buyuruydu, yamanlıqdan tosudu deb Allah Teala müminlarni nima qildi? Yaxshilik buyuruş ve yamanlıktan tosuş bilen süpetledi o. Müminning kalbideki imanning gücü bilen o müminin yaxshilikqa buyuruş, yamanlıktan tosuş hizmetini ada qilish o'ttirishki bu münasebet güçlük bir münasebet. Müminin qancha imani güçlük, aqidasi sağlam, Rabbining razılıqını izletgan bolsa o emri ma'ruf nahy anil munkarda şundaq güçlük. Emri ma'ruf nahy anil munkarda şunchalik keskin o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kim ki sizlardan bir munkarni şariatda cheklangan, şariatda inkor qilingan, ayıplangan bir ishni ko'rsa, an o kishi uni qo'li bilan o'zgartirsin dedi. To'ssin uni qo'li bilan. Agar qodir bo'lanmasa, qo'li bilan o'zgartirishga urushib qolamanmi, so'qishib qolamanmi, bir narsa deyishib qolamanmi deb berib tili bilan o'zgartirsin, chiroyli so'zlasin, nasihat qilsin. Agar uninga qodir bo'lanmasa, qalbi bilan o'zgartirsin. Qanday qilsin? Qalbini inkor qilsin, qalbini uni yomon ko'rsin. Bir sorunu bulab qalgan bo'lsa qopab ketsin, billa o'ltirmasin va uni ko'rib turib, uning bilan hamkorlashmasin. Mana bu shu qo'li bilan o'zgartanmi, tili bilan o'zgartanmi, qalbi bilan ham o'zgartanmi turib qilishlik imanning eng ojizidir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu munkarga qarshi turishni, emri ma'ruf nahy anil munkar qilishlikni imonga bog'lab qo'ydi. Bir rivoyatda laysa wara'a zalik habbata khardalin min iman. Buning aqsida, ya'ni qalbida inkor qilinmay, yomon ko'may, qalbida dushman tutmay, qalbida e'tiroz bildirmay,
ve o itiraz bildirgenlikini o sorundan kopaş, o sorundan ayrılış, o sorunni şu münkerini kılıvatkanlarga taşlap biriş bilen çıkıp ketmey yana oltuğan aşağıda külüp oltuğan, yiyip oltuğan, men halık aytmayman dep oltuğan adamlarning kalbide bunda bir xil halatning keynide kişinin danışçılık iman yok dep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayan kıldı. Demek bu münkerge inkar kılışlıkni, ma'rufga buyuruşlikni Resulullah imanға buyruq bağladı. Qancha iman küçük botgan, mu'minning qalbidagi imanning küçük bo'lishi bilan amr ma'ruf, nahy anil munkar o'tishga bog'lanja, ana shunday küçük. Mu'min yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sash ishlarida sal qaramaydi, uningga so'zlaq qilmaydi, uningga beparvolik bilan qaramaydi. Chunki o mu'min qachon bu farzni tashlab qo'ysa, uning oqibati ziyonkorlikqa bo'ladi. Eshibtehe sadiq mu'minlardan bo'lishlikdan eshib. O sadiq mu'minlar bo'lishlikdan eshib, uning bo'ladi ziyonkorlikda bo'ladi. Mu'min bo'lish, sadiq mu'min bo'lish, iymoniga sadiq, aqidasiga sadiq, kitobiga, prinsipiga sadiq bir mu'min bo'lishdan eshib, o nima? Undağı bulanmaydı, hatta onun akıbeti ziyankarlıkta buludu. Allah Teala vel asri innal insan zaman bilen qasam. İnsan onunda yaşavatkan vakit bilen qasam ki hakikaten bütün insanlar insan sübtini özüge insan sübti bilen sübetlenirgan İnsan degen bu xil atalga ininge birledigan her bir insan halaket içinde, ziyankarlık içinde. İllellezine amanu fakat Allah'a iman etkan, yaxshi amal qilganlar ve haqqı vasiyet qilgan, imanning talablariga, taqazzolarga, imanning tarifiga, imanning yo'liga vasiyet qilgan ve tevasav bis sabri, şu iman yolida kelgan musibatlarga, aziyatlarga, iman yolida qiladigan har qanday xaym xatarliga mazmut turishga vasiyat qilganlar buningdan mustasno deb Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda bayon qildi. Demak, va tevasav haqqi vasiyat qilish, haqqa vasiyat qilish, haqqa topolash, munkarga qarshi turish, münkerini özgertiş bilen şug'ullanish, bu iman bu. Bu ziyankarlıktan qutulishning yo'li bu. 7-si odamlarni Allohning diniga da'vat qilish ve Allohning yo'lidan to'squchilarga jihad qilish. Bu imanning talab taqozosi. İnsan imanning halovatini tetigan ve Allohning muhabbati, Allohni yaxshi ko'rish kalbide urullaşkan vakitte o insan özünü, ailesini, bütün adamlarını küfrünün karangılıqıdın, dinsizliknin karangılıqıdın, gaflet karangılıqıdın, iman nuruga, Kur'an nuruga, hidayet nuruga nima qilishga, chaqirishga yuguridi, chaqirishga atlanadi. Mana iman özünün ahlini, ailesini, bütün insanlarını küfrden yirak kılıp, küfrden karanlıktan yirak kılıp, iman ve Kur'an hidayet nurga çağırış katlanıdı. O Allah subhanahu ve ta'alaga adamlarının aziyetini kötüreklik, adamlarının aziyetini üstügeliklik, adamlarının aziyetlerini sabr kılgan halinde de çağırdı. Ve ecri sevapını Allah Teala'dan ümit kılgan halinde çağırdı. Allah Teala ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve qala inneni minel muslimin. Kim sözü en güzel Allah Teala'ga davet kılgan kişiden ve yaxshi amal kılgan kişiden kimnin sözü en güzel? Allah'a davet kılgan kişiden ve yaxshi amal kılgan kişiden söz cihette en güzel kişi kimdir? Demek Allah'ın dinine davet kılgan ve şu davetinin yolunda yaşayan ve davette muvafık her hayat geçirgen kişinin sözünün en güzel sözlü kişi kim var?
ve dedi inneni minel muslimin. Men Müslümanman, men müminmen degan adamның sözüdün en güzel sözlük, çıraylık sözlük kim bari? Dedi Allah subhanahu ve taala kul hazihi sabili dey Muhammed el-İslam. Bu İslam, bu hak mening yo'lim bu. Men Allah tarafiga basiret üstüde çağırman men. Ve mana ergeşkenler hem bu yolga basiret üstüde çağırdı dedi. Demek Allah subhanahu ve taala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu davet yolu kıldı. Bu benim yolam dep bolgandan men bu yolga çağırman, bu yolga yeteklayman, bu yolga kişilerini kışkırman ve mana ergeşkenler hem bu yolga yeteklaydı ve bu yolga çağırdı dedi. Subhanallah, Allah pak. Men müşrik emasman, müşriklerin sepedin emasman, qatardan emasman, amelini qilg'uchilardan emasman ve müşriklerden azajuraman. Deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana odamlarga o'zining Alloh taolo Resulullah'a o'zining yo'lini jakolashga buyurdi. Endi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, qandoq bir kishi hidoyatga chaqirsa, bu kishi uchun ajridan onunğa ergeşkenlerinin ecrleriga o'xshash bo'ladi. Bu yani kinkilarga chaqirılgan kishiga ecrini berganlik o chaqirg'uchining ecrini hech narsani kamaytmaydi deb Rasululloh xabar berdi. Mana da'vat yo'li bu payg'ambarning yo'li, payg'ambarga ergeşkenlerning yo'li ve payg'ambarlarning sodiq hemralarının yolu bu. Ama Allah'ın yolundan toskan adamlar bilen Allah'ın dinine kiriş oturuşta tosalık bulup turvagan adamlar hakikaten mümin bundaq adamlarga cihat kılışkı taklif kılınırlık. Hatta Allah'ın dininin bütün insanlığa yetiş imkaniyeti bo'lganga qadar jihad qilishga chaqiriqlar. İşengen kishi pakit bilan ishidi. O'lgan kishi pakit bilan o'ladi ki bu iman yo'lini qabul qilgan odam imonning hujjat dalil pakitlarini qabul qilib tushunib, bilib qabul qilsin. O'lganlar buni bilib o'zining haqsizligini, o'zininki batilda ekanligini bilib o'lsin uchun, o'lashlik uchun bu Allah'ın dininin bütün insanlığa yetişiga imkan hazırlanış için mümin Müslüman bundaq adamlarga jihad qilishga mukallaf. Demek İslam bilen adamlar o'tirisini tosqan, yani İslamның davetini her xil şekildeki mayli bayani daveti olsun ve mayli onundan başka Kur'anlık daveti olsun, her xil şekildeki Allah'ın dinini tosqan, nurunu öçergen, onun yolunu çişten kuygan ve onun ehliga zarbe bergen bundaq bir şaraitta mümin onun karşı jihad qilishga mukallaf bu. Allah Teala ya eyyuhellezine amenu ey müminler, ey Müslümanlar men sizlarni bir ticaretga boshlab qo'yaymi deydi. Allah bizni ticaretga, çünkü insanlar hammasi ticaretga qiziqdi birodarlar. Ticaret qilsak, ticaret qilish ularni dunyoni xushalik qilishning, muhtojlikdan saqlashning va ular o'zi erishmoqchi bo'lgan har narsaga erishishning bir yo'li u. Şunun için adam ticaretke bak qiziqdi. Allah bu yerda men sizlarni bir ticaretga boshlab qo'yaymi. O ticaretin paydası şu ki o sizlarni echinishlik azobdan qutqizadi. Mayli dunyo va oxiratda sizlarni echinishlik bir azobdan qutqizadi. Sizlar Allah ishini qilinglar. Allah ishini sizlar ve Resulüge ishini sizlar ve Allah'ın yolunda melingli bilan, jiningli bilan jihad qilsa deydi. İslamda doim can bilen jihad qilishlik, mal bilen jihad qilishning burun kelgan birodar. Chunki malning muhabbati navbati kelganda jonning muhabbatidan kuchli. Ashu tijorat sizlar uchun yaxshidir agar sizlar bilsanglar deydi Alloh taolo. Sizlar bilgan bo'lsanglar, tunigan bo'lsanglar, bu tijorat sizlarga yaxshi etdi. Bu tijoratdan oladigan foyda, bu tijoratdan chiqadigan naf
ve bu ticaretin erişidigan bizge biz bu şu ticaretin erişidigan netice şu ki yaghfir lakum zunubakum sizlarga gunohlaringizni kechirim qiladi. Dunyoda o'tkazgan xatolik, qilgan xatolik, elib borgan jinoyatlaringlarni mushu tijorat bilan yuvib olashlasizlar deydi. Ziyondan qutulashlasizlar. Xuddi tijorat qilib qarzni to'laganga o'xshash, sizlar bu ziyondan qutulasizlar. Va yudkhilukum jannat sizlarni ostidan o'stanlik qilib turadigan, yana uning qasrlarining, daraxtlarining tigidan o'stanlik qilib turadigan, o'stanning suvlari qilib turadigan jannatga kirgizadi deydi. Sizlar nima ish qilsanglar jannatga kirdik. Jannatga kirsak, Xudoyim bizni bir jannatga akirsa deyotgan bir orzular bayda. Ana shu jannatga ashuni bilan kirsizlar. Ve mesakine tayyibe tehi mukum tutkan bir cennet var. Kirgelle çıkıp ketmitkan, kirgelle o cennetin ağırlıp kalmaytkan ve o cennetin başka yere yötkülüp ketmitkan bir cennet var. Aşı cennetki huzurlu, güzel, yaxşı, rahat bir orunluğa ne kılıdı o? Kirgizdi o değil Allah Teala. Cennetin içindeki cennet, cennetin içindeki güzel makan, cennetin içindeki âli bir orun. Zalikel fawzul mubin. Mana bu maqsad, uçukdan uçuk maqsad yetiş bu. Bu ko'zlagan nishonga yetish bu. Bu tijoratda gunohlaringni kechirim bo'lsa, jannatga kirsanglar, jannatning ichidagi jannatga erishsanglar. Bu nima degan maqsadga yetish? Yana bir ish bor. Naf bo'lgan, sizlar uni yaxshi ko'rasizlar, do'st tutisizlar, Xudoyim bir nasib qilsa deb orzu qilsizlar. Huve nesrun min indillah. Allah Teala'nın kalbisi. Allah birdiğen zafer. Allah Teala birdiğen nusret. Ve fethun qarib. Şunundan kin közlengen, ümit kılıngan bir fethi var. Hürlük var. Azatlık var. Ve beşşiril mu'minin. Siz müminlerine hoş haber verin. Dep Allah Teala bana bu ticaretin faydasının, günahının keçirim botqanlığı, asli insanın hayatta közlegen maksat cennetki kirtqanlığı ve şu cennetin içindeki güzel ve pakiza en huzurluk bir cayga erişitqanlığı, yana o texim şu dünyada Allah'ın nusreti, yani izzet, yani hürlük ve fethun qarib. Güzel bir, yakın bir fethi. Yakındaki bir fethi. Fethi bu şunu olan yakın. Ve beşiril müminin. Allah Teala bana bu imanın yolundan toskan ve hakkının, nurunun, hakkının avazının, hakkının çakırkının adamlarının kulaklarına yetiştin çekligen toskan güçlerine karşı Allah Subhanahu ve Teala bana bu ticaretga chaqiradi. Va qatiluhum hatta la takuna fitna. Uli bilan urush qilinglar toki shirk bo'lmagan qadar, fitna bo'lmagan qadar, dinning hammasi Allohga bo'lgan qadar deb Alloh taolo mana bu yerda bayon qildi. 8-incisi mu'minlarni do'st tutish va kofirlardan ado judo bo'lish, munosabatni uzish, chegarani ayirish bu imonning talab taqozzolari. Vela degan nima? Vela degan o mu'minning o'zining mu'min qarindishini kuchlantirishi, uning safida turib, yordam berishi, qo'llashi, do'st tutib yaxshi ko'rishi bu vela. Bu hub qalbda bo'ladigan amal bu. Qalbda bo'lish bilan men seni yaxshi ko'rdim, do'stim degan gap bilan gap emas bu. Qalbda yaxshi ko'rish bilan amaliy harakatida buning ifodalanishi. İmanның muhim taqozzolaridan mu'min o'zining mu'min qarindoshlarga bo'lgan muhabbati, sadoqati, nusratini, yordamini mukammal qilish. Mu'min o'zining do'stligini iymon asosining g'ayrida bermaydi. Uning do'stligi iymon bilan chigiladi. Uning do'stligi iymon bilan bog'lanadi. Uning do'stligi iymon bilan o'rnatiladi deydi Alloh taolo. Allah Teala innema veliyukumullah. Fakat sizlarning eganglar, sizlarning do'stinglar, sizlarning yordamchinglar kim? Allah. Allohning rasuli. Namoz o'qigan, zakat bergan mu'minlar ve hum rakiun
nima qilgan? Ruku qilgan holatida. Ruku qilgan holatida vaholanki ular ruku qilguchidir. Mana shunday odamlar kim Allohni do'st tutsa, Allohning payg'ambarini do'st tutsa, mu'minlarni do'st tutsa, ana shu ular bir jamoa fa inna hizballohul g'olibun. Haqiqatan Allohning jamoati iymon ustiga qurilgan, aqida ustiga qurilgan, iymon bilan birlashgan bu jamoa uni g'alaba qiladi deb Alloh taolo bizga bayon qildi. Demak, g'albaning Allohning iymon ustiga, aqida ustiga qurilgan bu do'stlik, bu muhabbat, bu hamkorlik, bu bir-biriga bo'lgan yordamdan keladiganligini bayon qildi. Yine Allah Teala vel mu'minun vel mu'minat, mu'minlar, mu'min erler, mu'min ayollar öz ara birbirinin dostu. Ola yaxşılıkı buyuruyordu, yamanlıktan tosudu, namaz okuydu, zakat veriyordu, Allah ve inin Resulü'ne itaat kılıdı. Ani şu kişilerge Allah'a rahim kılıdı. Hakikaten Allah Teala aziz, galip ve hikmetlik der. Mana bu ayette mu'minlerin süpetini bayan kıldı. Onun süpeti kandak? Onun süpeti dost. Bir-birini kollaydigan, gacaydigan emas, hemkarlaşıdigan, taşlaydigan emas, birimiz ki yardım beradigan, onu yıktıdigan emas. Onu qanday qiladi? Shundaq bir o'm bo'lib turib, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadi. Allah haqiqatan Alloh taolo mu'minlar uchun kofirlardan ada juda bo'lishda, munosabatni uzib, chek-chegarani ayirishda yaxshi bir o'lgini yaratib berdi. Yaxshi o'lgini qilib berdi. O ada juda bo'lishning qanday bo'lganligini, ada juda bo'lish qanday qilganda ada juda bo'lganlik bo'ladiganligini Alloh taolo o'rgatadigan, bildiradigan o'lgini qilib bergan. Har qanday odam o'zi chaqlab men ada juda bo'ldim, chek-chegarani ayirdim, munosabatni uzdim, mening kofir bilan aloqam yo'q deganga bo'lmaydi. Uning bir namunasi va o'lgisi bor. Shu o'lga, shu namunaga qarab turib bo'ladi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim vallazina ma'a. Haqiqatan sizga Ibrohim va Ibrohimning sabada bo'lgan kishilar da nim bo'ldi? Yaxshi bir o'lgu bo'ldi deydi Alloh taolo. Chunki ular o'zining qavmiga, xalqiga dediki, biz sizlardan ve sila Allah Teala'dan başka ibadet kılavatkan ma'budlardan ada juda biz dedi. Keferna bikum, biz siligi tanımayız biz silini. Kim sila? Biz bilen silanın aranlarda düşmellik, öçümellik mengu aşkara uçuk ki sila Allah Subhanahu ve Teala'ya yekkigan işengenge kadar dedi. Demek iman Allah'ı yigane işengenge kadar sila bizden oturumuzda o adavet var, düşmellik var ve öçümellik var. Sila kaçan Allah'a iman ettiğinde o öçümellik tügeydi. Bu düşmellik tügeydi deyip Allah Teala bana İbrahim Aleyhisselam'ı Allah ölgü kıldı. İbrahim bilen billi septi tutan peygamberler ölgü kıldı ki ola silinin atalmış ilahlarından ve silidin bize adacıda dedi. Mana bu dost düşmanlık, muhabbet, nefret, dost tutuş, düşman tutuş, imanın talep ve takazzaları. Bu iman kalpte bulunduğun, bu iman tilde bulunduğun, bu iman fikirde bulunduğun iman emas. Bu imanın ağızda hem bulunduğun, amelde hem bulunduğun, iktisatta hem bulunduğun, insanın hayatında hem bulunduğun, vaktinde hem bulunduğun. Her bir yerde mümin Müslümanın imanının alameti, imanının belgeleri, imanının sıfatları tepçip çıkıp durduğun dersi bu iman. Mana bu imanın talep takazzaları. İnşallah dersimizin ahirki devamında imanını sundurduğun, buzuduğun amillar hakkında toxtalamiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.